El Clasico'ni agar qutqarib qolmaydigan bo'lsa, Flik bilan o'yinlarda Xabi Alonsoning kelishdan mantiq yo'qda. Ancelotti hozir nimaga ketyapti? Oldingilar nimaga ketdi? El Clasico'da yutqizgan. Hamma Luis Enriquega bardosh bera olmaydi deb hisoblagan. Natija juda yomon bo'lmagan, Chempionlar Ligasini qaytarib yutib bergan 12 yildan keyin. Olib ketardi, lekin ko'rishyapti, bu Enriquega bardosh bera olmaydi, ketdi. Yana xuddi shu voqea sodir bo'ldi. Bo'lmasa 3 yilda qilgan ishi bu dodalik hazil ekan emas-da. Sog' odamning ishi emas natijasi. Ammo o'sha energiya tugadi. Energiyani tugashi ana u futbolchilar bilan bo'ldi. Ayniqsa Kroos bilan bo'ldi deb o'ylayman. Kroosni ko'pchilik qadrlamaydi-da. Mana Kroos o'zi gapirsa ham, "Yo'q, men ketdim, men o'rnimni bosadi" desa ham, Kroosni pasidan tashqari u o'yinni tinchlantirib turishi Modric ham qila olmay qoldi oxirgi paytlarda. Qolgan futbolchilarda u xususiyati yo'q. Ular kurashuvchan, misol uchun Chouameni ham tayanchda yaxshi o'ynaydi. Kamavinga juda riskli aldaydi. Bellingham endi 3 ta 4 ta vazifani bo'yniga olib tushadi, Valverde ikkalasi. G'alati paradoksli Real bo'lib qoldi. Bu bo'lib ham shu yilda Mbappe bilan oltin to'pga da'vogar yigit o'rtasida kurash bo'lib ketdi.